Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Pulli kursimizda demak mavzularimizni davom ettiramiz. 8-mavzu ikkita jismning harakati mavzusiga yetib kelganmiz. Bu mavzuni yaxshilab o'rganish uchun oldingi o'tilgan mavzularni, bilimlarni bitta nima desa bo'ladi, birlashtirilgan holatda ishlash kerak bo'ladi bu mavzular. Endi bu ikkita jismning harakatiga ixtiyoriy kitobni oladigan bo'lsangiz, bunga alohida nazariya yo'q. Ya'ni to'g'ri chiziqli notekis harakat, to'g'ri chiziqli tekis harakat yoki bo'lmasa o'rtacha tezlikmi, o'shalar nisbiy harakatmi, o'shalar birlashtirilgan holatda bitta jism alohida qonuniyat, boshqa jism ham alohida qonuniyat bilan kelyapti-da. Bular bir xil yo'lda qancha vaqtda yetib boradi yoki bo'lmasa ikkalasi uchrashganda birinchisi qanday tezlik bilan boradi, ikkinchisi qanday tezlik bilan keladi yoki bo'lmasa birinchisini vaqti ikkinchisini vaqti bilan qanchalik katta, ana shu ikkita jismda xullas taqqoslash kerak bu mavzuda. Endi biz bu mavzuni o'rganish uchun masalalarni ishlash orqali o'rgataman. Ya'ni masalalar nimalarga e'tibor berish kerak. Videoni oxirigacha ko'rsalaring ancha ma'lumot o'rganasizlar. Demak, ikkita jismning harakatida, demak, qarang. X t tenglama berilganda, x t tenglamalar berilsa, uchrashgan joyi va uchrash vaqtini topish kerak. Bu oldingi mavzuda ham bu narsani ko'rganmiz. Yana bir marta takrorlaymiz, chunki boshidagi 3 ta masala aynan shunga oid ekan. Qaranglar, misol uchun, mana misol bir desak bo'laveradi. Hop, x1 teng 2t kvadrat plyusdan 4t. Ikkinchisi esa 8t plyusdan 6 ko'rinishda. Hop, bu jismlar qayerda va qachon uchrashadi? Qayerda desa, ikkalasini tenglab turib, vaqtni topib turib, vaqtni ixtiyoriy bittasiga olib borib qo'yamiz. Qachon uchrashadi desa, ikkalasini tenglab topib qo'yamiz, bo'ldi. Demak, qarang, ikkalasi ikki xil harakat qilyapti. Birinchisi t kvadrat bo'lgani uchun tezlanuvchan harakat qilyapti, ikkinchisida t kvadrat bo'lmaganligi uchun bu tekis harakat qilyapti. Shunga bittasi tezlanuvchan, bittasi tekis harakat qilyapti. Hop, bizdan so'ralyapti qayerda va qachon uchrashadi. Shularni topishimiz kerak. İkkalasini tenglab olamiz. x1 teng x2. Hop, 2t kvadrat plyusdan 4t teng bo'ladi 8t plyusdan 6 ga. Bu tomonga o'tsa 2t kvadrat minusdan 4t bo'ladi. Minusdan 6 teng 0. Hammasini 2 ga qisqartirib yuborsam t kvadrat minusdan 2t hop, minusdan 3 teng 0. Bu v teoremasiga tushadi. Kvadrat tenglamani ishlashimiz kerak. T minus 3 t plus 1 teng 0. Mana ko'paytmasi minus 3 ga, yig'indisi minus 2 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu yerda turgan sonlar. Shunda t birimiz 3 ga, t ikkimiz minus 1 ga teng bo'lyapti. Shunga bittasi 3 ga, bittasi minus 1 ga. Biz musbatini olamiz. Bu manfiysi bu 1 sekund oldin uchrashib bo'lgan. Shunga 3 sekunddan mana qachon uchrashadi desa, t teng 3 sekunddan keyin uchrashadi ekan. Javoblarning ichida 3 borini olsangiz ham bo'laveradi. Bittaga ikkita ekan 3 bori. Endi qachon desa x ni topamiz. X teng eng osoniga o'sha t ni qo'yasiz. Tepada qo'ysangiz kvadrat bor. Pastida x ga qo'ysangiz osonroq. 8 ko'paygan 3 plyusdan 6. 30 bo'ldimi? Demak, x teng 30, vaqtimiz teng 3 sekunddan keyin nima qiladi ekan? Uchrashadi. 3 sekunddan keyin koordinatani 30-metrda uchrashadi degan javob bo'ladi. Bu mana S javobda turibdi. Bu 8-masala, 8-mavzuning ikkinchi savoli edi. Endi misol 2. Misol 2da nimalar o'rgatiladi? Qaraymiz. Shunga oid, ya'ni ikkita jismning harakatiga oid bir necha xil masalalar o'rgatiladi. Misol uchun qaranglar, 4-masala bu, ya'ni bugungi mavzu darsimizdagi ikkinchi masala, lekin mana bu kitobdagi 4-misolga to'g'ri kelyapti. Xo'p, qarang, mana bunday savol bo'lyapti. X birimiz teng 5t plyusdan 0,2t kvadrat ekan, x ikkimiz teng 24 minusdan 4t. Ikkinchi avtomobil
nolunchi koordinataga yetib borganda birinchi avtomobil qaysi koordinatada bo'ladi deyilyapti. Qaranglar. Ikkita jismning harakati mavzusida ikkala jism ham alohida qonuniyat bilan harakatlanadi. O'shalarni biz birlashtirib ishlashimiz kerak. Ya'ni mana aytyapti, ikkinchi jism koordinatani 0-nuqtasiga borganda birinchi jism qayerda bo'ladi deyilyapti. Savolni 2 marta o'qisangiz mohiyatini tushunib olasiz. Qarang. Bu 0 ga teng bo'lganda bu qayerda bo'ladi desa nima qilamiz? Buni 0 ga tenglab t ni topib, bunisi yo'q olib qo'yamiz. Shunga demak qaraymiz. 24 minusdan 4 ta t teng 0. Ikkinchisi 0 ga tenglayapman. Shu yerda 24 teng 4 t bo'ladi, t teng 6. Demak 6 sekund ikkalasi ham harakatlangan. 6 sekunddan keyin ikkinchisi 0-koordinataga yetib borgan, birinchisi qayerda bo'ladi? Birinchisini topamiz. Demak x birimiz teng 5 ko'paygan 6 qo'shamiz 0,2 ko'paygan 6 ning kvadrati. Tenglab oladigan bo'lsak 30 ga qo'shamiz. Bu necha bo'ladi endi mana? 7,2 mi? 7,2 bo'ladi. 37,2 bo'lyapti. Bunisi 30 plyusdan bu 7,2. 37,2 metr koordinatada bo'lar ekan birinchisi. Javob shu ekan. Demak, javob necha ekan? 37,2 metr koordinatada bo'lar ekan birinchisi. Mana shu. Ikkinchi masala. Endi bu mavzumizni davom ettiramiz. Keyingi masalalarni ham ko'ramiz. Yana bir necha masalalar bor, o'shalarni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu videoni ko'rib bo'lgandan keyin javoblariga, yechimiga qaramasdan shu masalalarni o'zini ishda 13 ta masalasi bor. O'zlaring mustaqil ishlab ko'rsalaring ancha eslaringda qoladi. Mabodo ishlolmagan taqdirlarda ham videoni qayta ko'rish imkoniyati bo'ladi. Sizlarga qaytadan ko'rib yana ishlasalaring bo'ladi. Xo'p, mana 5-masalasi, ya'ni bugungi mavzumizdagi 3-masala. Savol quyidagicha qaranglar. Birinchi velosipedchi 10 boshlang'ich tezlik bilan tekis sekinlanuvchi harakatlanyapti. Ikkinchisi esa 2 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan tekis tezlanuvchi harakatlanyapti. Birinchisi sekinlanyapti, ikkinchisi tezlanyapti. Tushundingmi? Bir-birlariga yaqinlashmoqdalar. Birinchisi tormozlanyapti, ikkinchisi tezlanib kelyapti. Yaqinlashmoqda deyilyapti. Tezlanishlarning modullari bir xil. Agar velosipedchilar 80 sekunddan so'ng uchrashgan bo'lsa, ular orasida boshlang'ich masofani toping. Mana bu birinchi velosipedchi, mana bu ikkinchi velosipedchi. Ular orasidagi masofa s deylik. Hop, birinchi velosipedchi 10 boshlang'ich tezlik bilan sekinlanuvchi. Buni boshlang'ich tezligi bor ekan. V0 birimiz 10 metr taqsim sekund. A tezlanish bilan sekinlanuvchi harakat qilyapti. 0 dan kichkina. Sekinlanuvchi harakat qilib mana bu yerga keldi. S1 yo'lni bosdi. Ikkinchisi 2 metr boshlang'ich tezlik bilan tezlanuvchi. Buni tezligi 2 metr taqsim sekund ekan. Buni tezlanishi 0 dan katta. Bu mana bu yerga yetib keldi. Bu uchrashdi. T teng 80 sekunddan keyin uchrashdi bular. Bu S2 yo'lni bosib keldi. Ular orasidagi masofani topdi. Ular orasidagi masofa ikkalasini yig'indisimi? Qaranglar, mana chizmada ko'rinib turibdi. Demak, S teng S1 ga S2 ni qo'shsangiz ular orasidagi masofa chiqarmikan? Shuni so'ralyapti, to'g'rimi? Endi birinchisi sekinlanuvchan, ikkinchisi tezlanuvchan harakatlanyapti. Hop, qaraymiz. S teng S1 ni o'rniga qo'yamiz. Sekinlanuvchi harakatning yo'l formulasi V0 bor, T bor, tezlanish bor. Nima edi? V0 1 T sekinlanuvchani minusdan A T kvadrat taqsim 2. Yana bitta sharti bor. A1 bilan A2 ning modullari teng deyilyapti, ya'ni son qiymati. Bittasi manfiy, bittasi musbat bo'lishi mumkin, lekin son qiymati teng. Misol uchun bu -2, bu 2. Tushundingmi? Son qiymati teng. Qo'shamiz endi S2 tezlanuvchan V02 T plyusdan AT kvadrat taqsim 2. Tushundingmi? Mana bular ketdimi? A'lar teng edi moduli. Bittasi musbat, bittasi manfiy, teng bo'lganligi uchun qisqarib ketdi.
S topyapman endi. V0 birimiz nechi edi? 10 midi? 10 ko'paygan 80 mana bu yerda. Qo'shamiz endi V2 2 ko'paygan 80. 800 ga 160 qo'shsak 960 metr ularni orasidagi masofa ekan, dastlabki masofa ekan. Mana A javobda turibdi. Keyingi mana masalani ko'radigan bo'lsak, mana bugungi mavzumuzdagi 4-masala, 4-namunaviy masala. Mana bunday savol qarang. Ikkita avtomobil deyilyapti. Bir punktdan bir yo'nalishda 10 sekund farq bilan yo'lga chiqdi. Demak, bizda nima berilyapti? Delta T 10 sekund farq bilan yo'lga chiqyapti. Bunaqangi masalalarni ishlashda qaysidir bir kattalik teng bo'ladi. O'sha teng kattalik topib olishimiz kerak. Xo'p, bir yo'nalishda 10 sekund farq bilan yo'lga chiqdi. Agar ikkala avtomobilning tezlanishi 1 bo'lsa, mana bunda tezlanishlar teng ekan. A1 ham, A2 ham 1 ga teng ekan. 1 metr taqsim sekund kvadrat. Birinchi avtomobil harakat boshlagandan so'ng necha sekund o'tgach T ni so'ralyapti. Ular orasidagi masofa delta S 150 metr bo'ladi deyilyapti. Qarang, masala mana bunday ishlaymiz. Bu birinchi jism mana bu yerga yetib kelganda delta T vaqtda. Ikkinchi jism harakatni boshladi. Endi ikkinchi jism mana bu yerga yetib kelganda, birinchi jism bu yerga yetib keldi. Demak, ikkinchi jismning harakatlanish vaqti T2. Bu ham o'sha T2 vaqt davomida harakatlanadimi yana? Mana bu yerda yetib oldimi? Xo'p, bu yerda savol jini boshqacha ekan. Qancha vaqtdan keyin orasidagi masofa 150 metr bo'ladi deyilyapti. Demak, qarang. Mana bu yetib bormayapti u yerga. Mana bu yerga yetib keldi deylik. Demak, birinchisining vaqti delta T plusdan T2 vaqtda shu yergacha S1 masofani bosib o'tdi. Ikkinchisi T2 vaqtda S2 masofani bosib o'tdi. Endi ular orasidagi masofa mana bu delta S bo'ladi. Ana shu delta S topishimiz kerak. Demak, birinchisini tinch holatda harakat boshlaganligi uchun qarang, A ko'paygan. Birinchisini vaqti nima? Mana bu 10 sekund ko'p harakatlanyaptimi ikkinchisidan? Demak, T2 plusdan 10 ning kvadrati taqsim 2 bu birinchisini yurgan yo'li. Ayazlashimiz ikkinchisini yurgan yo'li A ko'paygan, T2 vaqtda harakatlanyapti. T2 ning kvadrati taqsim 2. Shuni topsak bo'ldi. Bu yerdan A ni o'rniga 1 qo'ysak, A taqsim 2 qavsdan tashqariga chiqsa, A taqsim 2 chiqyapti-da. Mana bu yerda T2 plusdan 10 ning kvadrati minusdan T2 ning kvadrati bo'lyapti. A ni o'rniga 1 qo'yib olsak, delta S'imiz teng. Delta S'imiz necha edi? 150 edi. 150 teng 1 taqsim 2. Qavsni ochib olyapman. T2 ning kvadrati plusdan 20 T2 plusdan 10 ning kvadrati necha? 100 bo'ladi. Keyin minusdan T2 ning kvadrati. T2 kvadratlar ketdi. Bizda aytayapti, birinchi avtomobil harakat boshlagandan so'ng necha sekund o'tgach deyilyapti. Bizda mana buni so'ralyapti. T teng delta T plusdan T2 ni so'ralyapti. Hozir bizda T2 chiqadi. Keyin bunga nechini? Mana bu 10 sekund qo'shib qo'ysak javob chiqadi. Hop, 2 bunga ko'paysa 300 bo'ladi. 300 teng 100 bu tomonga o'tadi. Minusdan 100 teng bo'ladi 20 T2. Bu yerdan T2 ni 10 ga tenglik kelib chiqyapti. Tushundingmi? T2 10 ga teng ekan. 10 degan javob agar ikkinchi avtomobilni harakatlangandan qancha vaqt o'tgach deyilsa, mana shu 10 ni o'zi. Lekin bizda birinchi avtomobil 10 sekund oldin chiqib ketgani, mana shunga yana 10 ni qo'shib qo'yamiz. T teng 10 plusdan 10 teng 20 sekunddan keyin ular orasidagi masofa 150 metr bo'ladi. Mana S javobda turibdi. Shundiga mana shunday qilib ishlayveramiz. Mana shunday qilib ishlayveramiz. Demak, qolgan yana keyingi videolarda bu 8-mavzuni birinchisi, 3-chi, 6-chi, 11-chi, 12-chi mana qaranglar, mana qizilda belgilab qo'yganman. Bularni yechimi keyingi videoda bor. Keyingi videoda bor bular. Mana qorada belgilaganlarimni
rasm yechimi bor. Men hozir o'shalarni mana video yechim ham qilib ko'rsatib berdim. Sababi bu mavzu boshqa mavzularni birlashmas. Endi keyingi darsimizda 9-mavzu tekis o'zgaruvchi harakatni grafik ravishda tasvirlash bo'ladi. O'sha videoni ham o'tkazib yubormanglar. Yaxshi ma'lumotlar o'rgataman. Ya'ni mana kitobda yo'q masalalarni, misol uchun tezlik tenglamasdi yoki tezlik grafikidan yo'lni topish, ko'chishni topish, tezlanishni topish, o'rtacha tezlik topish, nima kerak bo'lsa hammasini ko'rsatib beraman. Xo'p, bugungi hozirgi videomiz shu yerda yakunlanadi. Videoni davomi, ya'ni mana bu 1-3, 11, 12, 6 masalalarni yechimi keyingi videoda ham bor. Ularni ham oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin eslaringda boricha shu masalalarni yana qaytadan hech qayerga qaramasdan ishlab ko'rsalaring o'sish yaxshi bo'ladi.